Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan yana video orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunman. Hop, sizlar bilan bugun o'sha o'tgan safar birinchi prezentatsiyada o'xshamagan joylarni hammasini hozir ko'rsatib berib, yana ozgina o'sha qo'shimcha funksiyalar qo'shdik bu yerda. Masalan, bilimlar bazasini ko'rishingiz mumkin. Maslahatda juda ham katta kutubxona yukladik. 5 tadan oshiq kitob bor buning ichida. Aniq javob bermasligi mumkin, chunki savollarni agar qanchalik aniq qilib beradigan bo'lsangiz, o'shanga qarab javob beradi. Bu yerda shenkalar hammasi yuklangan. Mana 340 ta xalqaro kitob, umumiy 5 tadan oshiq anaqa 96 ta tizim. Shularni mana mana shu yerda bemalol yozishingiz mumkin. Hop. Agar biladigan narsasi bo'lsa bilaman deydi. Bilmaydigan narsa bo'lsa, mana shu kitoblarning ichida agar bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha bergan savolinglar biz yuklangan kitoblarning ichida topilmadi deb aytadi. Mana shunga tarbiyalaydi Xudo xolisi. Hop, misol deylik, bu yerda yotoqxona minimal maydoni deb yozibdi. Mana yotoqxona standartlari deb yozib ko'raman. Nima narsa chiqarib berar ekan, tekshiramiz. Hop, qidirish boshladi. 3 ta tilda qidiradi. 3 ta tilga hozir to'g'rilaganmiz. Ingliz tili, rus tili va o'zbek tili. Shular bo'yicha sizga misol qaysi kitob, qaysi betida o'sha ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, hammasini mana bu yerda chiqarib beradi. Hop, masalan mana hop, qatta bu inchda ko'rsatyapti, minimal mana menimcha 2 kishilik tavsiya etilgan. Bu yerda inchda, chunki bizada o'sha yuklangan kitoblarimizdan ichida Amerikan standartlari ham bor. Mana Architects Room Design Data Handbook sahifasi 215-217 sahifa. Time Saver Standards for Interior Design 98-sahifa va Time Saver Building Types 414-sahifa, 44-jadval. Mana shunaqasiga bemalol sizlarga qatta nima o'lchamda bo'lsa o'shalarni beradi. Biz hozir Amerikani ham o'sha standart kitoblarni yuklab qo'ydik bu yerda. O'shaning uchun mana bizada inch bilan futlarda beryapti. Tavsiya qilingan bu yerda. Agar misol Neufert bo'yicha deydigan bo'lsanglar, Neufert bo'yicha ham bemalol qilsanglar bo'ladi. Neufertga ko'ra yotoqxona hozir. Ko'ra yotoqxona yozamiz. Keyin ham suhbat tugatish bosmagunlargacha bu keyingi funksiyani ishlatolmaysizlar. Bu avtomatik tarzda suhbatni to'xtatmaydi. Ya'ni davom ettirib ketaveradi. Shu tomoni bor. Shunga inobatga olasizlar. Xo'p, mana Neufert standartlariga ko'ra yotoqxona turlari, o'lchamlari. Bitta o'rinli yotoqxona, single room, taxminan 8 kvadrat. Sharq yoki janubiy g'arb tomonga yo'nalgan. 2 o'rinli yotoqxona, twin bedroom, taxminan 13 kvadrat. Ota-ona yotoqxonasi yoki 2 o'rinli kamorat sifatida sharq yoki janubiy g'arb tomonga yo'nalgan. Mana kvadraturalar bilan chiqarib beryapti sizlarga, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu sizlarga xudo xolisi loyihalash jarayonlarini yana ham tezlashtirib beradi. Masalan, deylik, restoran normativlari deb yozaman. Restoran normalari yoki standartlari deb yozsanglar bo'ladi. Bu ham hozir sizlarga o'sha har bitta o'sha so'zlarni o'rganib chiqadi. Standart deydigan bo'lsanglar, ko'proq mana bu boshqa kitoblarni ham agar standartlar berilgan bo'lsa, o'sha standartlarni hammasini olib ko'rsatib berishim mumkin. Mana topilgan ma'lumotlar aniq maydon. Shenkada mana 208-02-23 anaqa sahifa 51 restoranlar 1.8 metr kvadratdan, estrada raqsda 2 metr kvadrat mana shularni naql chiqarib beradi. Hop, kerak bo'lsa, misol mana shu kitoblarni, mana shu varog'ini ochadigan bo'lsanglar, mana shu yerda o'sha narsa berilgan bo'lishi kerak. Hozir mana tekshirib ko'ramiz buni. Tekshirish uchun mana hozir Google'da mana shu normani ochaman. Nima narsa to'g'risida gap ketyapti. Google'ni ochib oldim. Hop, bu yerda bosamiz. Ini bossanglar mana bitta chiqarib beradi. 51-sahifa deydigan bo'lsanglar mana. Mansardные этажи, jamoat binolari va inshootlari, общественные здания и сооружения под пунктом или на страницах, связанных с числом 51, содержится следующий. Hop, bu yerda avtostoyanka, hop, restoranlar. Bu yerda bormi, yo'qmi? Shuni hozir ko'ramiz. Haqiqatan shu yerdami yo shu yerda emasmi? Bot bergan to'liq javob ko'chirib oldim hozir. Bu yoqqa tashlayman. Shu narsa bormi yo'qmi? Mana Нормативный регламент расчетной площади на одного посетителя и вместимость залов mana. Hop, jamoat binolari va inshootlari 51-sahifa mana. To'g'ri chiqyapti o'zi mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Ishlab chiqarish hamda ma'muriy maishiy binolar, inshootlar. Hop, bu yerda tablitsa bo'yicha aytyapti. Endi masalan deylik, bizda ikkinchi botimiz bor. Ya'ni ikkinchi bazamizda hammasi ko'rsatilgan. Ko'rayotganlaringdek mana aniq manbalar bilan chiqarib beryapti. Bu yerda mana xalqaro mana o'lchamlar bor. Hop, stol o'rindiq yo'llar haqida deyapti. Mana Time Saver Standards. Hop, mana shuni ochamiz. Nima narsa ekan bu? Tashlaymiz.
Mana Joseph de Chiaria Handbook Public Eating Places mana. Ya'ni jamoat ovqatlanish joylari. Stul o'lchamlari mana bu yerda jadvallar kelib chiqyapti sizlarda. Bu yerda yana xuddi o'sha aytganligidek inchli, ya'ni Amerikan standartlari, Amerikan kitoblari bo'lganligi uchun shu sababdan mana shunaqasiga bizada kelib chiqyapti o'lchamlarimiz. Endi mana jadvallar. Hop, sizlarga masalan deylik bu narsalar kam. Aniq shu jadvallar kerak sizlarga. Mana bu suhbat to'xtatishni bo'lsasizlar, keyin yana biz rasm generatsiyamizni yana ham kuchaytirdik. Hozir uni ham tanishtirib o'tib ketaman. Suhbat tugatildi. Mana bu bilimlar bazasi degan joy bor. Bilimlar bazasiga masalan deylik restoran yoki umumiy ovqatlanish bo'yicha jadval yozamiz. Qidiradi bu. Uzog'i shu 40-60 sekund ichida mana sizlarga mana chiqarib beryapti. Dining table dimensions. Hop, Neufert'ni mana 167-sahifasi 90-chi anaqasi. Uni ochib tekshirib olaman yana. Aniq mana shu joymi yo'qmi? Qidiramiz ham bittan. Aldamayaptimi yo aldayaptimi? Agar aldayotgan bo'lsa, nima qilamiz? Hop. Определяет ключевые параметры обеденных столов. Mana устанавливает минимальную ширину места на человек mana. Hop, bu demak to'g'ri ishlayapti. Endi ham jadvalni ochib ko'ramiz. Jadval qanaqa ko'rinishda? Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha normativ degan hamma jadvallarni o'sha biz bu yoqqa mana kirgizib chiqamiz. Buni bazasida hozir juda ham katta miqdorda 3000 tadan shu jadval bor. Hozir uni yana ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rayotganingizki mana shu jadvallarimiz. Bu yerda 3507 ta jadval bor ekan umumiy. Bu yerda 3 ta tilda, buni 3 ga bo'ladigan bo'lsangiz, shu soni chiqadi jadvallarning umumiy. Ingliz tilida mana ochib qaraydigan bo'lsangiz, bu ingliz tilligisi, xudo xolasa tizimni 3 ta tilda hozir mo'ljallayapmiz ishga tushirishni. Shuning uchun bazani shu 3 ta tilda mo'ljallab qilib ketdik. Hop, hamma o'sha shenka bo'yicha ham eng asosiy shenkani, o'sha kitoblarning hammasini yodlatdik bunga. Hammasining ichidagi jadvallarni oldik va sizlarning xudo xolasa ishingizga yana ham yordam beradigan xudo xolasa tizim ishlab chiqdik. Hop. Endi masalan yana bilimlar bazasiga kiradigan bo'lsak, bunda har doim emas bilimlar bazasi orqali savol bersanglar bo'ladi. Hop, shamol yuklamalari shenka deb yozamiz. Mana shu bergan savollarga qarab, shenkadan yoki Neufertdan sizlarga topib beradi mana. Shamolning yo'nalishi va tezlik normativlari 29-jadval 8 mana. Mana shuni olamiz. Buni ham hozir tekshirish uchun bunga tashlaymiz. Shenka 201-01-2022 hozir mana tekshiryapti. Agar bu bilan bitta chiqadigan bo'lsa, demak, biz to'g'ri ishlayotgan bo'lamiz. Normativniy данные по роза ветров mana. Xuddi o'sha aytganinglardek shamol gullari. Endi buni ochib tekshirib ko'ramiz. Nima narsa bor bu yerda? Bu yerda mana ko'rayotganinglardek, butun respublikani o'sha jadvalda nima kiritilgan bo'lsa, o'shalarni hammasini ko'chirgan. Hop, buni hozir bundan keyingisini ochib qaraydigan bo'lsak, mana bu yana davomi. Boyagini davomi. Nima boysin Sari Osiyo. Hop. Agar bu yerda chiqmaydigan bo'lsa, o'sha normativ raqamidan jadvalning raqamini olib turib, Google'dan ham olib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Ishinglar ancha tezlashadi. Hop, bu bizada ikkita jadval chiqarib berdi. Umumiy mana mos kelish foizi 30% dan kam bo'lmasa chiqaradi. Agar 30% dan kam bo'ladigan bo'lsa, buni bekor qilib yuboradi. Hozir mana bitta obunachimizdan o'sha uylarning rasmi kelibdi. Mana shunga hozir xudo xolasa dizayn qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Hop, buning uchun men rasmni ko'chirib olaman. Hop, men bunisini ko'chirib ola qolaman, chunki kattaroq kontekst bor ekan bu yerda. Botga kiramiz. Botga kirgan paytimizda bu yerda dizayn yaratish degan funksiyamiz bor. Buni o'tgan safar ko'rsatib bergandim. Hop, men hozir bu yerda ta'mirdan keyin ko'rinishini ko'rmoqchiman. Agar yangi dizayn misol referensim bo'ladigan bo'lsa, shu referens bo'yicha ham qilsam bo'ladi. Men ta'mirdan keyin ko'rinishini ko'rmoqchiman. Hop, menimcha klassik usulda qilmoqchilar ular, shuning uchun klassik tanlayman. Panorama bosiraman. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu tizimda aynan rasmlaringizni sizlar qanaqa formatda jo'natgan bo'lsangiz, o'sha formatda qabul qiladi. Undan boshqachasiga qaytarmaydi. Bu o'sha tizim mazgina muammosi bo'lyapti. Bog'landim men o'sha tizim ishlab chiqqanligi, no ularning o'zida ham mana shu narsa bor. Hali bu fix qilinmadi. Fix qilinsa, xudo xolos mana shu tanlangan formatlar bo'yicha chiqarib beradi. Rasmni jo'natamiz. Jo'natdik. Hop, bu yerda mana ko'rayotganinglardek, hop, umumiy o'sha binoni qanaqa holatda
ushlab qolish, ya'ni masalan deylik, agar sizlarga mana shu binoylar xuddi shu ko'rinishda turish kerak bo'ladigan bo'lsa 95% tanlaysizlar. Agar bu yerda endi kosmetik remont qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, balans deydigan bo'lsanglar, misol umumiy mana oynalaringlarni, eshiklaringlarni joyini saqlaydi, qolgan joylarni hammasini o'sha yengitdan qilib beradi. Modernizatsiya deydigan bo'lsanglar, mana shu binoylar asosida misol umuman boshqa bitta bino chiqarib beradi sizlarga. Men o'sha tavsiyam balansdan foydalanish hozir. Hop, endi bu yerda nima narsa qilish so'rayapti. Hop, yangi eshik romlar qo'yib ber. Hop, pastga so'kulni ishlab chiq. Atrofiga chiroyli bog' qilib ber. O'zbekchada yozaverasizlar, ishlaveradi. Hop, keyin eshik romlarni zamonaviy klassika uslubida chiroyli qilib joyla. Tomini, rangini, masalan deylik, boshqa qanaqa boshqa material misol berib ko'raman. Qora rangli, hop, cherepitsa deymizmi klassikada endi yoki profnastil bo'laroq qolsin. Profnastil bilan yopib ber. Hop. Atrofida katta bog' bo'lsin. Yozamiz. Bu hozir sizlarni promptinglarni olib o'rganib chiqadi. O'rganib chiqqandan keyin bitta tizim ikkinchisiga jo'natadi. Ikkinchi tizim sizlarga xudo xohlasa hozir rasmni yasab berish kerak. Hop, umumiy mana shu uyni hozir ko'rib turamiz. Nima narsa bo'lar ekan bu yerda? Har doim ham aniq ishlayotgani yo'q. Chunki bittada agar javobingiz aniq chiqmasa, xafa bo'lmanglar. Chunki bu yerda anaqa nima desa bo'ladi? Bizani qo'limizdagi narsa emas, avtomatlashtirilgan. Mana. Umumiy olganda mana chiqarib berdim. Hop, faqat bu yerda no tomoni bo'libdi. Mana bu oynalarni hammasini o'sha arichniga aylantirib olibdi. Ham mashinalarni ushlab qo'ygan, atrofiga ham bog' qilgan, umumiy mana shunaqa holatga olib kelibdi. Okey, endi misol deylik, xuddi shu binoni boshqa usulda nima qilamiz? Boshqa uslubda generatsiya qilamiz. Boshqa uslubni bosaman, ta'mirdan keyin ko'rinishi bo'lsa, masalan, modern zamonaviy. Xuddi shu narsa, farqi yo'q. Bu yerda rasmni boshqatdan tanlaymiz. Mana buni olib, kopiya qilib tashlaymiz bu yoqqa. Tashladik. Hop, mana buni olamizda, xuddi shu promptni yana boshqatdan tashlayman. Balans tavsiya, mana prompt tashlayman. Hop, past so'kulni ishlab chiq, atrofiga chiroyli bog' qilib ber, eshik romlarni zamonaviy uslubda, mana buni zamonaviy uslubda deb qo'ygan qolaman. Uslubda, chunki klassikani olib tashladim. Rangini qora rangli profnastil bilan yopib ber, atrofida katta bog' bo'lsin mana. Tashlaymiz. Xuddi shu bino. Mana xuddi shu bino edi, faqat ozgina o'zgartirgan. Hozir ko'ramiz. Bitta o'sha binoni o'zini misol har xil uslubda qiladigan bo'lsangiz, har xil o'sha dizayn chiqaradi sizlarga. Qaysi biri misol yoqadigan bo'lsa, keyin o'shanisini tanlab ishlaganinglar yaxshi. Shuni tavsiya qilaman sizlarga. Hop, hozir ko'ramiz. Nima narsa chiqargan bu yerda. Mana ikkinchisi ham chiqdi mana. Zamonaviy uslubda qanaqa. Hop, bu yerda umumiy o'sha binoni asosiy elementlarini saqlab qolgan. Eshik romlar joyida turibdi. Hamma narsalar mana ko'rib turganingizdek holatda. Tomoni tagiga faqat mana bu yopmabdi. Shu tomoni ozgina muammo, mana bu tomonda. Umumiy olganda shu. Umumiy olganda mana shunaqa holatda chiqyapti hozir. Endi yana boshqa uslubda tekshirib ko'ramiz. Hop. Ta'mirdan keyin ko'rinish. Hop. Endi bu yerda masalan o'zbek milliy uslubi deyman. Panorama. Xo'sh. Tashanim, balans tanlayman. Narigisini ham bir ishlatib ko'ringlar. O'zinglar. Tashlaymiz. Bu yerda sizlar misol mana shu yozgan promptinglarni o'zi bormaydi unga. Bu sizlarning promptinglarni boshqa bitta tizim o'qiydi, u promptni yana ham kuchaytirib beradi. Shuning uchun olayotgan natija o'shanga juda ham qattiq bog'liq. Prompt qanchalik chiroyli yozadigan bo'lsangiz, shunchalik chiroyli qilib beradi. Prompt umuman yozmasanglar ham chiqarib berishi mumkin, lekin u yerda уже mana hop, ko'rayotganinglardek holat. Binoni umuman hech qayerga tegmagan, paxsa o'zbek milliyda paxsa bo'lganligi uchun. Ko'ryapsizlar mana. Shuning uchun 100% har doim ham to'g'ri ko'rmaydi bu yerda. Hamma yerda mana to'g'ri ishlagan, bu yerda umuman hech qanaqa o'zgartirish qilmagan.
Hop. Endi yana boshqa uslubni bosamiz. O'zbek milliy, lekin mana shu yorib qo'ydi, gap yo'q. Hop. Ta'mirdan keyin ko'rinish. Xo'sh, bizada bo'lsin. Skandinaviya uslubida bo'lsin. Mana shu bino. Tashiymiz. Tashiymiz bu yoqqa. Modernizatsiyani bosib yuboring mana. Nima bo'lsa bo'ldi. Hozir tekshirib ko'ramiz, qanchalik o'zgartirib berar ekan. Ctrl V. Mana tashiymiz. Mana shu binodan o'rganadi, boshqa shunga o'xshagan bino yasab beradi hozir. Umuman boshqa. Где-то bir 40% manimcha tushsa kerak. Yana bilmadim. Agar undan ham kam bo'lmasa. Faylimizga keldi. Aytganimdek, shunga qarab turib men boshqa bitta bino yasab berdi. Hop, boshqa uslub. Ta'mirdan keyin ko'rinish. Hop, Skandinaviya uslubi. Copy. Endi balans emas, maksimal saqlash bo'lsa, hozir bu yerda hech qanaqa material ishlatilmagan, shuning uchun bermaydi unaqa effekt. Shuni o'zini shunaqa qaytarib jo'natib qo'ya qoladi. Skandinaviya uslubi balansda. Agar bu narsa ishlatilgan bo'lganda, mana shuni u material bo'lganda, ya'ni misol xatir suvodan chiqqan bo'lganda, shu maksimal saqlashni bosib ko'rsatib bergan bo'lardim. Hop. Skandinaviya uslubida hop, men oldin ozgina yopib. Demak, bu uslubga tushmadi bu. 80% ozgina o'zgartiryapti. Erkin bo'lib ketib qoldi. Shunga har doim har xil chiqadi. Shunga inobatga olinglar shuni. Hop, endi o'tgan safar sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgandim, lekin ishlamagandi. Ya'ni o'sha anaqamiz, ota esimdan chiqib qoldi, video generatsiyamiz tugmasi ulanmagandi. Mana shu menga sal ko'proq yoqdi. Men shu rasmni kopiya qilaman. Hop, kerak emas bizga. Kopiya. Hop, keyin bu yerda bosamiz-da. Xo'sh. Yo, mening kabinetim kerak emas edi menga. Hop, bu yerda kerak emas. Sozlamalar va boshqalarga tushasizlar. Hozir ozgina men bu qo'shimcha tugmalar qo'shilgan bo'lganiga ozgina pastga chiqib qoldi. Video animatsiyani bosamiz. Rasmni yuboring deyapti, mana buni tashlayman. Hop, vertikalni bosaman. Mana chunki vertikal rasm. Hop, 8 sekundda bosaman. Walk through, ya'ni menga ko'proq yoqadigani mana shu. O'sha atrofni aylantirib, shu video olib beradi sizlarga. Kutamiz 30 sekunddan 90 sekundgacha. Umumiy sizlarda xudo xolasa o'sha element hosil bo'ladi inshaalloh. Agar xuddi shu narsani takrorlaydigan bo'lsangiz, sizlarda umuman boshqa natija ham chiqishi mumkin. Chunki bu yerda har doim har xil sidga tushib qoladi. Bitta narsani o'zi, bitta promptni o'zi har xil natija berishi mumkin. Masalan, deylik, menda hozir o'zbek milliyda hech narsa chiqarmadi, o'zbek milliyda juda ham ko'p narsa chiqarishi mumkin. Masalan, shu o'zbek milliyni o'zini men bitta hozir kopiya qilaman-da rasmni. Hop, dizayn generatsiya hozir men videodan keyin qilaman, chunki bittasi ikkinchisiga xalaqit berib qolishi mumkin. Hop. Error berish mumkin, chunki sizlarga hozir xabar kelishi kutilmoqda yo tomondan. Shu xabar kelgandan keyin keyingi ishga o'tganinglar yaxshiroq. Hop. Mana videomiz keldi. Videomiz keldi. Animatsiya ham уже xudo xolasa o'zingizlarda bo'ladi. Hop, dizayn yaratish bosik. Xo'sh. Ta'mirdan keyin ko'rinish. O'zbek milliy uslubi. Vertikal. Tashiymiz. Hop, modernizatsiya bo'lsin. Mana bu narsani shuni olamiz-da. Qo'yamiz. Milliyda qanaqa narsa chiqarar ekan. Даже bitta menimcha chiroyliroq narsa chiqdi deb o'ylayapman. Mana. Hamma ikkita tomni olib tashlabdi. Umumiy ham narx ko'rinishga olib kelib qo'yibdi. Ham hovlini yo'laklari bilan. Endi qaysi generatsiya sizlarga ma'qul bo'lsa, o'shani ishlatib turasizlar, xudo xolasa. Ham tomonga devor quribdi. Bu tomonga devor, lekin qurilmabdi.
umumiy olganda yomon emas, xudo xolis. Hozir mijozni o'ziga jo'natib ko'ramiz. Birovdan olingan rasmi ham bor ekan. O'shani o'zidan ham olib bitta yana tekshirib ko'ramiz, yana generatsiya. Hop. Ta'mirdan keyin ko'rinish. Xo'sh. Milliy uslub, vertikal. Tashiymiz. Balans. Endi hop, qanchalik effekt beradi bilmayman, chunki milliy uslubda bizda paxsa bor. Paxsani ham hozir to'g'ri qilib qolish mumkin. Paxsa sifatida ko'rib olish mumkin. Hop. Ko'ramiz qani qanchalik to'g'ri berar ekan. Klassikda baribir qilib ko'rilgan yaxshiroq. Kopiya qilib qo'ying yana bitta. Kengannaqaga xolis. Video ozgina cho'zilib ketyapti. E'tiborga olmaysizlar iloji boricha, xudo xolisi. Milliy uslubda mana hamma yoni o'sha paxsana rangida mana soqib chiqibdi. Umumiy olganda yomon emas natija, xudo xolisi. Hop, yana generatsiya. Ta'mirdan keyin ko'rinish. Hop, klassik yoki klassik bo'laroq olsin. Panorama tashiymiz. Hop, balans. Bu yerda mana olamiz. Keyin render enhance'ni ham qo'shganmiz. Render enhance'da masalan deylik, sifatsiz renderlarni biladigan bo'lsa, o'shalarni ham sizlarga chiroyli qilib beradi. Bu klassik uslubda hamma ikkita tomonga olib tashlabmiz. Bu yerdagi mana bu input, mana bu output, mana bu ikkita tomonga olib tashlabmiz. Hop, umumiy balans ushlagan baribir. Joy yomon emas. Bunaqa xudo xolisi. Ikkita uchtasini birlashtirsanglar, xudo xolisi yoki misol 2-3 marta yana qaytadan generatsiya qilingan bo'lsa, xuddi shu narsani o'zim mana hozir boshqatdan yana tashiyman o'ziga. Hop, ta'mirdan keyin ko'rinish klassikda. Vertikal. Hop, panorama tashiymiz mana bu rasmni. Xona rasmini yuboring deganiga sizlar tashqarini rasmi xonaga kirmaydi deb o'ylamanglar. Men kod yozgan paytimda o'sha xonani anaqa qilmagan. Xona eksterior deb yozmaganman, shunga shunaqa xona bo'lib qolgan. Hop, interior eksterior hammasini qilaveradi. Mabodoga unaqa hayron qolmanglar. Faqat hozir interiorda bitta no tomoni bo'lyapti. Hop. Mana referens bo'yicha, ya'ni misol xona interiori yangi dizayn degan joyi bor. O'shanda ozgina muammo bo'layotgan joyimiz bor. O'sha narsa xudo xolis mana anaqa. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda umuman boshqa mana natija keldi. Mana bilan buni agar farqni solishtiradigan bo'lsangiz, bunda ko'proq narsa ushlab qolgan. Ya'ni o'sha asosiy dizayndan ko'proq narsa ushlab qolgan. Shunga agar misol bittada o'xshamadimi, ikkinchi marta yana xuddi o'sha narsani tashlaydigan bo'lsangiz, xuddi o'sha prompt hech narsani o'zgartirmasdan umuman boshqa natija sizlarga berishi mumkin mana. Chiroyli bog' qilib, mana o'rtalaridan yo'l qilib mana qilib beryapti. Xo'p, yana bizda asosiy funksiyallarimizdan bittasi masalan material hisoblari. Buni o'tgan safar ko'rsatmadim, aniq esimda yo'q. Buni ichida hozir yana ham takomillashtirdik buni ham. Hop. Gips kartonni misol hisobiga tizimlab qo'ydik. Masalan deylik, hozir devor hisobini kirgizamiz. Bu yerda aniq Knauf tomonidan ishlab chiqarilgan tizimlarni hammasini ulab qo'ydik. Sizlarga aniq hamma narsani chiqarib beradi. Masalan deylik, bitta xonani 4 metrga 6 metrli mana hop, balandligi misol 3,5 metr bo'lgan xona yasaymiz. Gips kartondan. Oyna misol ikkita bo'lsin. Birinchi oynamiz 1,6 ga 2 metr bo'lsin. Ikkinchi oynamiz hop 3 ga hop shunda 60 cm bu yerdan qo'yadigan bo'lsak, hop 2 metr bo'lsa 2,60 bo'ladi. 2,60. 3 ga 2,60, ya'ni ham katta ham surib ochiladigan oyna. Bitta eshik bo'lsin. 90 ga 210. O'tgan safar 3 ta dona eshikgacha qo'shish imkoniyati bor edi. Hozir endi sal ko'proq mana. Bitta o'sha mana Knauf tizimlarini tanlang deyapti. Bu yerda o'sha aniq ishlab chiqilgan tizimlar bor. O'sha tizimlar bo'yicha sizga nima qancha ketadi hammasini aniq hisoblab beradi. Hop. Bizda bo'lsa mana ikki karkas studiya bo'lsin. Qalinligi, devor qalinligini so'rayapti. Mana shu tizimning ichida kirgizilgan qalinliklar bor. 150, 175, 220. Hop, 22 cm bo'lsin. Izolyatsiya materialini tanlang. Ya'ni bu yerda o'sha izolyatsiyani ham sizga aniq chiqarib beradi hisobini. Rockwool bo'lsin. Hop, misol Excel saqlashni bitta bosadigan bo'lsangiz, mana sizlarga Excelda tushadi. Ko'rayotganingdek mana karkas, pen profil 2 ta, hop, anker 2 ta, shurub 10 ta. Xo'sh, bu yerda ozgina menimcha xato ketdi-yu. Unifloat. Hop, serpianka, Rockwool.
Gips karton. To'rtga 3,5. Ha, bitta devor rozini hisobladimi deyman bu. Bitta devor rozini hisoblabdi bu. To'rtga 3,5 metr, 4 metrga 3,5 metr. Hop, 14 kvadrat. Oyna 11 kvadrat. Mana shuni hisobiga ham kichkina chiqqanmiz. 1,11 kvadrat joy chiqadi. Hop, buni yana bir ko'rar ekanman demak. Ozgina ishlaydigan joyimiz bor ekan demak. Hop, material hisobi, lekin tizim ishlayapti. Gips karton, hop, devor. To'liq xona 4 metrga masalan deylik, 6 metr kirgizdim. Balandligi 3 metr bo'lsin. Hozir menimcha bu umumiy tizimni hisobga olmayapti bu yerda. 1,5 ga 1 metrlik oyna bo'lsin. Eshik bo'lmasin qani. Hop. Studio 220 izover. Xo'sh. 4 ga 3 mana. Bitta tomonni o'zini devorini hisoblayapti. 12 kvadratli eshik bilan, oyna bilan. Hop, buni hozir umumiy men bu xonani o'zini umumiy kirgizadigan qilib qo'yaman. Bu ham hozir jam noto'g'ri emas, lekin faqat shu bitta dona devor rozini hisoblayapti. Demak, 3-funksiya qo'shar ekanman bu yoqqa. Ya'ni butun xona, ya'ni g'isht hisoblagandagidagi. Xo'sh, mana xudo xolos bugun to'g'rilaymiz. Undan tashqari bu yerda yana hop, suvoni hisobini qilsanglar bo'ladi. Spaklovkani hisobini qilsanglar bo'ladi. Spaklovka aniq, xudo xolisi. Hop, bu yerda ham tizimlangan, bu yerda ham o'sha aniq qaysi biri bunaqada ishlatiladigan bo'lsa, start, finish, universal misol, hop, 2 sloy butun xona 4 metr, 6 metr, 3,5 metr. Eshik ramlarilar bo'lsa, eshik ramlarini kirgizasizlar. Hop, oyna misol bo'lsa, ikkita oyna bo'lsin. 1,5 ga 2 metr, 3 ga 260. Verandan oynasi. Bitta eshik bo'lsin, 90 ga 210. Atkosligi ham. Atkos chuqurligi masalan 20 sm oynaniki, 10 sm eshikniki. 1 kilo spaklovka narxi 5,000 so'm bo'lsin. Mana bizlar hamma narsalar kelib chiqdi, hammasi ko'rayotganlarik. Umumiy olganda hozircha shu, xudo xolisa yana knaf tizimlarini yana ham kuchaytiramiz. Xudo xolisa hozir bitta devor rozini hisoblayotganligi sababli yana o'zinglar ham shu bir titkilab ko'ringlar, xudo xolisa. Birinchigacha tekin bu, birinchidan pulli bo'ladi, ya'ni obuna asosida bo'ladi. Bu yerda lekin mana material hisobi sizlarda qoladi. Dizayn yaratish bir oyda 5 ta donaga kamayadi, bepulda. Odam qo'shsanglar, xudo xolisa bonus sifatida ko'paytiriladigan tizim ishlab chiqqanmiz. Uni ham xudo xolisa ishga tushirib qo'yamiz. Hozir bu yerda foydalanilmayotgan bo'lganligi uchun, u funksional ishlayotganim, ya'ni pulli asos hali ishga tushirilmaganligi uchun. Hop, umumiy olganda shu, e'tiborlar uchun rahmat. Xudo xolisa sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.